dadam skidkalar davom etadi. Bizani o'sha mashhur dezodorantimiz. Bu dezodorant nima qilib beradi? Umuman hidlanmaydi. Ya'ni qo'ltig'i gapiradiganlar degan derdim-ku, qo'ltig'i gapiradiganlarni soqov qiladi. Hech qanaqa kiyimda, qora kiyimlarda ham hech qanaqasiga dog' qoldirmaydi. Bu juda ham sifatli, tabiiy bo'lgan dezodorantimiz. Naborot bizni boshqacha dezodorantlar ishlatiladi-ku, tam suvli, ya'ni sepadigan mana bular limfa tugunlarni zararlantirib, ko'krak saratoniga olib keladi. Bizniki esa tabiiy. Mana bundan foydalanganingizdan keyin sizdagi umuman noxush hidlar umuman lecheniya bo'ladi, ketadi, hech qachon unaqa hidlanmaydi. Hozirgi kunda bu dezodorantimiz 60 ming skidkaga tushgan. 60 ming so'm atiga. Drymax bu ozdirish uchun, atyoqlar uchun tanadagi ortiqcha suvlarni chiqarib yuboradi.